Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Habibulloh Web. Xo'p. Bugun sizlar bilan TypeScriptda yana bitta mavzuni ko'rib chiqamiz. Bugun sizlar ko'rib chiqadigan unknown mavzusi. Xo'p, bizda unknown nima? Unknown bu har qanday turdagi qiymatni qabul qiladigan, lekin uni ishlatishda ehtiyot bo'lishni talab qiladigan bir type hisoblanadi. Ya'ni any'ga o'xshaydi, faqat bu xavfsizroq. Bular masalan bizda yozib qo'yamiz. Misol, to'g'rimi? X bor, to'g'rimi? Bu bizda bu unknown. Xos, mana bu nima ekan bizda? Bu bilan generator. Xos, bu boshqa narsa. Ya'ni har qanday turni qabul qiladi. Faqat xavfsiz bo'ladi. Mana. Unknown bizda xavfsiz. Hop, men misol yozib qo'yaman bitta, sizlar tushunishlaydi. Unknown, to'g'rimi? Bu bizda unknown. Men endi buni qilaman. Masalan, x 5 qilsam to'g'ri. X hello sam to'g'ri. True qilsam ham to'g'ri. Va bunaqa yozsam ham to'g'ri. To'g'rimi? Bular hammasi to'g'ri, chunki unknown hamma turdagi qiymatni qabul qilaveradi. Ya'ni any'ga o'xshaydi. Any qo'ysam ham bizga to'g'ri bo'ladi, chunki bular ikkalasi har qanday ma'lumotni qabul qiladi. Lekin farq any bilan shundaki, agar biz buni unknown qilib turib, men uni hello qilib qo'ygan bo'lsam, masalan, hello qilib qo'ygan bo'lsam, men buni qilib x deb uppercase qila olmayman. Xatolik bo'lmayapti. Xatolik bo'lmayapti. Bizda chunki bu any. Agar men buni unknown qilib qo'ygan bo'lsam, o'sha menda tekshirilishi kerak menda. Bu xato bo'ladi. Xatolik bo'lmaydigan narsani olib tashlaymiz. Shunda xato bo'ladi. Nimaga? Chunki bu unknown turi. Ya'ni uni tekshirish. Bu yerda siz x ni ko'ryapsiz. Va bu x deb uni uppercase qilib olamiz va lekin u xatolik qaytaryapti. Chunki TypeScript x tipi noma'lumligini bildiryapti bizda. Uni ishlatishdan oldin esa tekshirishimiz zarur, albatta. Mana buni tekshirish esa type narrowing qilishimiz kerak. Biz buni qilayotganda shunaqa type narrowingdan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Unknowndan foydalanish nimaga foydali? Masalan, men aytaman. Bizga u har qanday qiymatni olish uchun kerak bo'ladi. Lekin u sizni majbur qiladi. Nima uchun? Siz bu qiymat bilan ishlamoqchimisiz? Oldin tekshiring. Shu narsani talab qiladi bizdan. Masalan, bizda misol bor, foydalanuvchidan kelgan ma'lumot. Shuni bir misol ko'rsatib beraman sizlarga, bir loyihacha kichik. Endi bitta handle funksiyacha input deylik. Input bo'ladi, to'g'rimi? Va men buni qilaman. Va men endi buni tekshiraman. If agar bizda type of input bizda string bilan bo'lsa, menga nima qaytsin? Menga log bo'lsin, string input deb bundoq qaytsin, to'g'rimi? Agar menda else if menda type of input menda bu numberga teng bo'lsa,
numberga teng bo'lsa, bu nima bo'lsin? Bu to fixed bo'lsin. Look, masalan, bizda number input deymanda, noqib input точка to fixed noqib qo'yishim mumkin. Mana. Va endi uchinchisi ham bor. Agar biz else bo'lsa, bu bizda уже noma'lum tur chiqsin. Unknown type bo'lib. Va men endi buni noqib input bermoqchiman. Input bermoqchim mumkin. Biz chiroyli qilib turib mana kelayotgan ma'lumotni shunday yozib qo'ydik. Bu bizda masalan foydalanuvchiga kelayotgan ma'lumot, masalan bizda foydalanuvchiga kelayotgan ma'lumot input bizda string ham bo'lib qolishi mumkin. Number ham bo'lib qolishi mumkin. Hattoki boshqacha, bundan tashqari boshqa xato ham bo'lib qolishi mumkin. Buni yana qachon ishlatamiz desanglar, masalan middleware'larda ham bizga kerak bo'lib qolishi mumkin bu narsalar. Biz buni ishlatishimiz ham mumkin. Hop, bizda endi type assertion degan narsa bor. Ya'ni s kalit so'zi bilan yoziladi. Ya'ni type assertion bu bizda masalan bu tur masalan ishoning bu qiymat aslida shu turga masalan shu turda bo'l. Ishoning bu qiymat aslida shu turda deb aytmoqchi bo'lsak, biz uni qo'lda aytayotganimizni bildiradi. Ya'ni biz nima qilamiz? Uning uchun keling yana bitta kod yozaman. Bu yerda s qilamiz. Men let kod yozdim mana. Bu unknown qabul qiladi, to'g'rimi? Unknown. Va buning ma'lumoti 1 2 3 4 5. Mana endi tekshiraman. Masalan, men logged up buni kod noqib length qilsam bu xato bo'ladi. Length xususiyati mavjud emas. To'g'rimi? Ammo lekin biroq buni men olib turaman. Type assertion bilan men buni bera olaman. Log qilaman, va yana bitta ochaman. Kod deyman. S string. Bu stringga ega deymiz. Va buni noqalaman deyman. Length qiladigan bo'lsam, bu jumanda o'tiruvchi endi bu 5 chiqadi. Nimaga? Chunki bu 5 ta uzunlikka ega. Mana do'stlar, biz buni aytib qo'yishimiz mumkin. Agar men buni noqilib manda bu ham manda ishlayvermaydi. Nimaga? Chunki bu bizda string emas. Mana endi buni noqib mana buni belgilab, masalan, to'xtang. Mana buni number qilaman-da, hozir qarang. Number qilaman. Mana buni to fixed qilaman. Bu menda mana shu chiqish kerak. Mana menda shu kutilgan natija chiqdi. S sintaksisi qanaqa bo'ladi? Ya'ni sizlar uchun konspekt uchun osonroq qilib beraman. Ya'ni S syntax. And syntaxis let a thing value s string. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi desam, s type deb yozib qo'ysak ham bo'ladi. Bu bizda syntaxis hisoblanar ekan, ya'ni tushib ketaveradi, tushunasizlarmi? Xo'p, shu mavzu yoki G6 da ishlaganda bizda boshqacharoq bo'ladi. Generik bilan ishlashimiz ham mumkin. Masalan, bizda generik degan narsa bor. Hali biz generik bilan gaplashamiz. Buni bunaqa yoziladi. Men type deyman. Masalan, buni noqib string deyishim mumkin. Va bu value berish mumkin. Value noqib qo'yishim mumkin. Bu ham menda as syntaxis hisoblanadi, do'stlar.
Endi men yana sizlarga yana bitta misol ko'rsatib beraman. Sizlar domlar bilan ishlayotganda elementlar, dom element ko'rsatib beraman. Masalan, sizlarga const yana input olamiz yana. Document bu menda get element by id bo'ladi. Va bu masalan my input bo'ladi, to'g'rimi? My input bo'ladi. Va men endi buni s deb html input element qilib qolishi mumkin. Va men buni bunaqa qilaman endi. Log deyman. Nima qilaman? Input value deyman. Mana input value endi menda chiqib beradi o'zi. Bizda xatolik. Bizda TypeScriptda aslida get element by id dan qaytgan elementni html element bizda null deb biladi, ammo siz input ekanligini bilsangiz html elementni aytib qo'yishimiz mumkin edi o'zi aslida. Ammo dokument dom, ya'ni bizda ishlamasligi mumkin. Shuning uchun mayli buni misolni o'chirib turamiz. Mayli bu misol. O'zi shu misoldan tushundinglar, to'g'rimi? Aslida tushundinglar nima bo'lganini. Men shuni tushuntirib berdim. Sen row deyman. Noqqop jison yozib noqqop qo'yish mumkin, to'g'rimi? Bu bizda jison ma'lumot. Va endi men buni xo'sh qilamanda const deyman. Perset json pers va men row deyman. Mana va bu nimaga teng bo'ladi? S. Masalan bizda name stringga teng bo'lishi mumkin. Masalan age number deb masalan shuni olgin davomimiz bizda. Va men endi bunday qilib buni o'qitsam, menda o'sha faqatgina o'sha bema'lumotda bergan ma'lumotlarim chiqib kelishi boshlayveradi do'stlar. Lekin men xatolik chiqyapti. Sababi nima? Sababi bizni noqib xo'sh noqib berib qo'yishimiz kerakmidi? Berib qo'yishimiz kerakmidi? Xatolik ketib qolsa, xo'sh buni qilamiz. Buni ochaveramiz. Noqib berib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Mana o'sha xatolik chiqmaydi. Bo'ldi. Ctrl J desa. Mana jon chiqyapti. Mana o'sha buni ma'lumotlarni olib, ya'ni biz s deb faqatgina shu ma'lumotlarni bizga berib qo'yishimiz mumkin ekan. Agar men buni bunaqa is admin true qilib qo'ygan bo'lsam ham, sizlar men buni is adminni ola olmayman. Chunki bu nima? Chunki biz buni s deb faqat shuni berib qo'yamiz. Va men buni faqatgina age olishim mumkin. Age deb test qiladigan bo'lsam, mana shu ismlari ko'rinib turibdi do'stlar. Shu ismlar ko'rinib turibdi demoqchi edim o'zi. Is admin ham bor deyapti bizda. Position tashlaydigan bo'lsak ham mana notis chiqib ketdi. Shunaqa gap do'stlar, bizda bugungi mavzu shundan iborat edi. Konspekt qilib olmagan bo'lsanglar, buni qilib olinglar va sizlar bilan keyingi darslarda never haqida gaplashamiz. Shunaqa gaplar. Sog' bo'ling, omon bo'ling.